Yurtimizda o'quvchi qizlarning axborot texnologiyalari sohasidagi bilimlarini oshirish, ularning startaplarni qo'llab-quvvatlash va loyihalarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida qator loyihalar ilgari surilmoqda. Ulardan biri raqamli avlod qizlari respublika tanlovidir. Ayni kunlarda tanlovning hududiy bosqichlari o'tkazilmoqda. Muxbirimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidagi jarayonlardan xabar beradi. Nukus shahridagi 55 sonli umumta'lim maktabiga raqamli avlod qizlari tanlovida ishtirok etish uchun 124 nafar qiz 124 ta innovatsion loyihasi bilan erta tongdan yetib keldi. Bugun respublikamizda raqamli avlod qizlari ko'rik-tanlovining Qoraqalpog'iston Respublikалық bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bu tanlov 2021-yildan beri dasturiy turda amalga oshiriladi hamda har yili o'tkaziladi. Al bu yil bo'lsa жаңалық sifatida, ya'ni 3 bosqichda o'tkaziladigan bo'ldi. O'tgan yillari tezqana O'zbekiston Respublikалық bosqichida o'tkaziladigan bo'lsa, shu yildan boshlab qala bosqichi, viloyatlar bosqichi ham undan keyin O'zbekiston Respublikалық bosqichi bo'lib o'tadigan bo'ldi. Bu tanlovda qizlar 4 yo'nalish bo'yicha, ya'ni yashil ekonomika, sun'iy intellekt, ekologiya hamda bilimlantirish yo'nalishi bo'yicha o'zining startap joybarlarini olib chiqadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz, tanlov 16-20, 21-30, 30-40 yosh toifasida bo'lib o'tdi. Сондай-ақ бұл tanlovga 6000-dan астам o'quvchi qizlarimiz tizimнен өткен болса, tanlovning birinchi bosqichi natijalari bo'ladi. 124 joybar bo'yicha 2 жас kategoriyasida 144 жеңімпаз qizlarimiz aniqlandi. Tanlovning Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichina 124 joybar saralab alıngan. Bugungi tanlov avlod qizlari tanlovida o'zlarimizning ekopod joybarimiz bilan qatnashib o'tiribmiz. Bu tikardan qo'y junidan tayyorlangan ekologik ham innovatsion quti bo'lib hisoblanadi. Bu qutlarimiz tikardan qo'y junidan hamda o'simlikning o'suvine yordam beradigan bir qancha qo'shimchalardan iborat bo'lib hisoblanadi. Bizlarning bu ekopodlarimizning polietilen paketlar hamda plastik idishlarning ustun tarafi bu idishlarimizda yerga o'simlik bilan birgalikda qo'shib egamiz hamda bu o'simlikning o'suvini toprak astında tamırlanan her türlü ziyankeslerinin ziyan жеткерүүнүн алдын алып турады. Ham ol 15 күннүн ичинде өзүнүн формасын жоголтуп, өсүмлүктүн топурагына жергиликтүү азык болуп hisoblanadi. Raqamli avlod qizlari tanlovi iqtidorli va bilimli yoshlarni kashf etib, ularning raqamli texnologiyalar sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bu kabi tashabbuslar kelajakda zamonaviy kasblarni egallagan qizlar safini yanada kengaytirishi aniq. Aydin Allomirgenova, Ali Xudoberdiyev, Qoraqalpog'istondan.